Albatta bir dostoni g'amgin, bir oshiq bacha bilan bir qizni dostoni. Bu oshiq bacha bilan bu bevafo qiz ko'p ahdi paymon qilishib bir-birini sevishib yurgan ekan. Bir kundan bir kun oshiq bacha ishlab yotgan vaqtiga telefoniga zang keladi. Surat do'sti aytadi, telefoningga javob ber dedi. Telefonini ko'tarsa xushhol bo'lib, do'stim zang uribdi deb so'ravul do'st aytadi. Oshiqingdan xabaring bormi dedi. So'ra oshiq bacha aytadi, nima qilibdi, mariz bo'lpa dedi. So'ra do'st aytadi, yo'q, mariz bo'lgan yo'q dedi. Koshki mariz bo'lsa edi, bir kun yaxshi bo'lar edi dedi. Avvalingni olar edi dedi. Mariz emas, nomzod bo'lib ketdi dedi. So'ra oshiq bachani qo'lidan ixtiyor ketib, telefon tushib ketadi. Abdulvodijjon Sherzodga zang urib xohish qiladi. Mana shu she'rni menga yozib bering dedi. Shu she'rni o'qib berasizmi dedi. So'ra Abdulvodijjon Sherzod qo'liga qalam olib, g'amgin jigarxon bo'lib bu she'rni yozadi.